Gluten bu arpa, bug'doy, javdar ichidagi oqsil hisoblanadi. U kleyga o'xshagan bo'ladi. Ko'pincha shu donli mahsulotlardan tayyorlangan taomlarda, ya'ni bulochkalarda, pishiriqlarda, tortlarda, shuningdek har xil pechenyelar, makaron mahsulotlarida gluten bo'ladi. Glutenni surunkali, doimiy, ko'p yillar davomida iste'mol qilish oqibatida u oshqozon ichak faoliyatiga noto'g'ri ta'sir qilib, ichaklardagi shilliq o'tkazuvchanlik faoliyatini buzilishiga olib keladi. Bu esa ichaklarda turli xil shlaklar yig'ilishi, ichaklarni og'riqli o'tishi yoki hazm jarayoni yaxshi bo'lmasligiga olib keladi. Va buning oqibatida esa ichaklardan barcha yeb ichiladigan mahsulotlar ichaklardan to'g'ri organizmga so'rilmaydi. Bu videoni bulochkaxo'r yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar.